Bunisini 2700 dollarga qo'yapmiz, narigisini 2500 dollarga qo'yapmiz. Monisi misol uchun 500 dollar bilan chiqaversa kerak, narigisi 300 dollar bilan chiqaversa. Kelavering, qani siz? Siz aytuvdingiz, hozir mana kechagisiga ulgurmay qoldingiz, kecha keluvdingiz. Kobaltga ham barter qila olaman degan, hani Rossiyaga qatnab jigarini ezadigan bo'lsa deydigan diyordingiz aka 2012-yildan olib kelib qo'ydik. Mana sizga aka sirazi 2009 ga sotilgan pulga to'lab bera olamiz. Kimga deydi? Baravar bo'lishganga bo'lishaman men. Buni olish uchun nima qilish? Mana to'xtamasdan like bosayotganini ham, haliginaqa kommentariy yozayotganini ham birma-bir aytib bera olmayman akalar. Akalar, yana qaytarib aytyapman, yo Andijonda qolsin, yo bo'lmasa olib ketadigan bo'lsangiz tezroq 100 ming gap chiqib, ashmaligu qarab turibdi. XL dan bo'lib ham 2500 dollarga dokumentini ichida qilib beraman. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xo'jakin. Sog'mi aka? Farg'onalar. Rahmat. Qiylarmasdan. Ketyapti aka. Brendda. Bugun aka, Fox'ga kelgan sababi Ramazon mana yarim ketdi. Ramazonga ko'pchilik boshladi. Bo'p bo'lsa. Albatta. Bugun narxlarda mana Nexia'ni 25 ga qo'yib qo'ydi. 25 ga qo'ygan 10 ta yaqin Nexia'ni sotib qo'ydi. Ha, sira. Do'stlar, assalomu alaykum. Videoga like bosib, oxirigacha chiqinglar. O'tgan safar qo'ygan 10 ta Nexia'mizda 8-9 ta turli sotilib ketdi. Ulguryapti. 0% ham tugadi. Boshlang'ich to'lovsiz edi. Boshlan. Ulgurmayapmiz do'stlar. So'rashbek, assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar. Uzoq yaqinda Oppo o'zimizning aka-ukalarimiz. Mana shunday qilgani tugaydigan aka-ukalarga salom. Charchamasdan, ha. Ro'za Ramazonlarda ro'zalar qiylanmasdan, yo'lga ham tushib oldinglarmi, ro'za tutishni ham qiyinchilik joy qolmayapti, xudo xolisa. Qiylanmasdan, charchamasdan, issiqlar bilan Yevropada, u yerda, bu yerda yurgan aka-ukalarga hammasiga qo'limiz ko'ksimizda xizmatdamiz akalar. Nexia xudo xolisa juda ham ko'pgina, undan tashqari Nexia, Cobalt, Gentra, Asartning Captiva so'raganiga, Captiva, Malibu so'raganiga, Malibu, Labo so'raganiga, Labo qanaqa mashina yozgan aka-ukalarga hammasini gapi og'izdan chiqqan gapini xudo xolisa yerda qoldirmadik. Men bir qator mana shunday qilib turib Nexia o'zini bitta olib, manaqasiga sig'magandan tashqariga ham oldik. Nexia bitta ko'rsatib. Xaridorlarimizdan shu yerda qarajalar savdolar bo'lyapti. Ko'tadan savdolar Mana savdo bo'lyapti. Aylanpasiga mashina ketgan. Savdolar qilish tashqarilarda ham ko'rishyapti. Namazlar tashqarida ham savdo bo'lyapti. Mana Nexia 3 desiz, Nexia 2 desiz, hammasidan bor, xudo xolisa. Hammasidan bor. Kelaverasiz, bitta pasport 12 ta viloyat. Siz vodiy, voha bo'lsangiz, dastlabki bor, xohlasangiz kelsin, xohlasangiz akangiz kelsin. Agar siz Rossiyada bo'lsangiz, to'g'ri aloqaga chiqing, Telegram, WhatsAppda akasida beradi. Akangiz xohlasangiz kelsa bo'laveradi. Mashina narxi ko'tarib ketmasin, meni pulim yig'ilib qoldi, 2000 dollar bor. Borib Nexia olib qo'ysam, akam desa, Albatta, bemalol. O'zi Rossiyada bo'lib, bu yerda bo'lib, hali musofirchilikda bo'lib, uydagilar jo'natsa ham dokument. Hozir olingan paytida. Hozir ilgizildi payti akalar, ham sotilyapti, ham olinyapti akalar. Hozir olsa bo'laveradigan payt, juda ham pastga tushgan payti. Shipagat deydi-yu, shipagatni ham yomonidan bo'ldi. Bugungisi vashi portilaydigan sharoitda boshlangan. Xizmatlarimiz ham bor. Bor, 3D xizmat. Aytib o'tib ketay unda. Akalar 3D xizmatlarimiz bor. Jiguli 06, 07 qanaqadir haliginaqa Nexia 1, Nexia 2, Tico, Matiz shunaqa Damas 1, Damas 2 qanaqangi eski bo'lgan mashinalar bo'ladigan bo'lsa, yil yangi mashinalar, qanaqa mashinalar bo'ladigan bo'lsa, barterlarimiz bor. Undan tashqari mol, qo'y, chiroyli hali Andijonlik zo'r kaptari bo'ladigan bo'lsa, eski zotli kaptarlari bo'ladigan bo'lsa ham barterlarimiz bor. Ularga ham o'tib ketdi. Ha, bo'laveradi. Bizga Farhodga farqi yo'q deyiladi-yu, suv chiqqan joydan qazaveradi deyilyapti-yu. Molini yetalab kelsa ham mashinaga kelsa bo'laveradi. Molni yetalab kelsa 2 kerak javobga, ha. Sababi hozir mol ham eng arzoni. Bemalol mashinaga yeta oladigan sharoit bo'lib qoldi. Akalar, like, podpiska qilib, telefon raqamini ham aytib ketamiz. 90 525 45 45, 93 160 99 99, 90 769 45 45, 90 772 55 11 raqamlariga murojaat qilinadi. Endi bismillah deb qaysi tomondan boshlaydi hoji aka? Manaqasiga aylantirib tanishtiraylik yo Nexia'larda manaqasiga ketaylik. Nexia'da Ramazon yozib Nexia legenda so'rashayotganlarga. Qadrli vatandoshlar, Nexia'lardan boshlaymiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan 2015 ga 16 Mokri hali 1.6 lyuks kanseler deydigandan kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, oqqortdagi desa shamolda bor, bo'ronda qaytadi. Hali gaz, suv, svet hamma yo'q bor.
puliga $5000 dokumenti ichida. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, dokumenti ichida. Ha, boshlanish kerak bo'ladigan bo'lsa, mana Ramazonnikini mana boshlab qo'ydik. Xudo xolasa dokumenti ichida. Kserokopiya ham rasxod qilmaydi, hamma yo'q ichida. Xo'p, qadrli vatandoshlar, davlat raqamlariga e'tibor beramiz. Mana ma'lumotlarni berib o'tyapmiz 832 davlat raqamida. Mokra asfalt. Salon holatlari. Qo'l bo'li qilingan ishlari holati. Sakkiz o'ttiz ikki davlat raqamida. Bularni ikkalasini ham haligilar dokumentiga pul sarflasa bo'ldi, bankdan chiqaradi. Ikkalasini ham bunisi 2010-yil, bunisi 2009-yil. Bunisini $2700 qo'yapmiz, narigisini $2500 qo'yapmiz. Monisi misol uchun $500 bilan chiqaversa kerak, narigisi $300 bilan chiqaversa. Ikkita pasportini teraveramiz. 500-300 deyilyapti akalar. Ma'lumotlarni aytib o'tib ketyapti. Davlat raqamlariga e'tibor berib qo'yamiz. 449. Hop. Holatlari kalpaylar qo'yilgan ekan. Holatlari. Hop, qo'l bo'li qilingan. Orqadan ko'rinishi. 449. Bunisi $500 ga deb aytilyapti akalar. İçlarini ko'rsatib o'tamiz. Jihoz bo'li qilingan tom qismlari. Qadrli vatandoshlar, davlat raqamiga e'tibor beramiz. Adashtirmasdan kelaverasizlar. Bunisi 2009 ekan, to'g'ri. 2009. Ha, bunisi 2014. Bunisi ham 5000, bunisi ham 5000, $5000 ga endi dokument ichida qilib beramiz. O'tgan safar $5500 dan qo'yilgan mashinalarimiz endi $5000 ga dokument ichida qilib beramiz. Ramazonga bo'lyapti. Oq svetdan 946 $5000 dan qo'yildi akalar. Ichki holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Qo'l bo'li qilingan ekan. Kalpaylar taqilgan ekan, orqadan ko'rinishi. Navbatdagi 272 davlat raqami keyingisi. Holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Qo'llar zarur ketayotgan ekan. Ha, bunisini $4500 ga qo'yganmiz. 2009 kraskasi yo'q deyilib olingan, petno chiqib qoldi. Son stramblyordan $4,500 qo'yildi. Endi $4,500 dokument ichida. Dokumentini qilib beramiz. O'zi aslida $5,500 ga qo'yilgan mashinamiz. 967. Motorini ham 50 ga garantiya deyilyapti motoriga. Rahmonlari. Hop, ishlarini ko'rib o'tamiz. Ma'lumotlarni berib o'tyapti akalar. Davlat raqamiga qarab kelinaveradi, so'rab. Nechalarimiz ko'p ekan. 2013-yil ko'rgan bo'lsanglar, bunisini 5000 ga, bunisini 5300 ga qo'ygandim. Ikkalasini ham $5000 ga emas, bunisini 4800 ga, bunisini $5000 ga nima dokument ichida bo'laversin. 13-yil, bunisi 2014-yil. 405 davlat raqami, keyingi Nexus 2. Balon holatlari. Kalpaylar qilingan, chexol polilari bor ekan akalar. Tamomiyla go'zal holatda turibdi mashinalar. Orqadan ko'rinishi. Keyingisi 091. Ma'lumotlari, narxlari qancha deganlar akalar aytib o'tib kelyapti narxlari. Ichidan ko'rinishlari. orqada petnosi bor, xolos. Mashinani kraskasi yo'q desa hisoblasa bo'laveradigan. Bunisini $4500 ga qo'yilganda endi uni $4000 ga dokument ichida qilib. 4000 ga dokument ichida akalar, hamma Nexia dokument ichida ketyapti. Bunisi 2015-yil $5500 ga, bunisi ham dokument ichida, kraskasi yo'q, toza. Kraskasi yo'q to'g'ri. 2015. 2015 balonlar yangi, hamma Nexia'ni qarshi olgan odam pulini 158 davlat raqami akalar, holatlari. Ichki ko'rinishlari hozircha chexol polik hamma yo'q bor ekan akalar.
Orqadan ko'rinishi. Davlat raqamiga e'tibor beryapmiz. 766 akalar, 2015 da aytildi. Ichki holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Chol poliklari bor, hammasi go'zal holatda turibdi akalar. Qiziqqanlar akalar nomerlar qo'yiladi. Onu bekarga kelsin, ana shunaqa olib Yo'q, ikkita ketishadi. endi-da. Buni o'tkazib olish kerak bo'ladi buni. O'tkazib olish kerak. 500 dollarga chiqmaydi bu. $500 1500 cho'ntagiga solib qo'yib chiqadi. kelaversin. Ha. Sababi buni o'tkazib Farg'ona 500 emas, onu 0 ga ham chiqarib beramiz farg'onaliklar kelsa, jonim ukan. bunisini. Ha, zo'rlarni qo'yib qo'ydimi u? Bunisini qilib bera olaman, o'tkazib olish kerak bo'ladi buni. Buni o'tkazib oladi. Ha, o'tkazib. Uni qo'lladigan bo'lsa 300 ga ham chiqarib bera olaman. Bor aka. 500 ga ayttirsa. Qo'qon deyapman, shuning uchun. Ha, Farg'ona viloyati deyilgandan keyin Marg'ilonni ham, Toshlog'i ham kiryapti bu yerda. Hammasini bitta aytib chiqish kerak bo'lsa, mahalla ham. Telefon qilyapti. Qo'qonda, Jo'ngiz baraka qilib qo'ying, shunaqa kelib o'sha pulimni olib Ha, bo'ldi. Baraka unda. 300 dollar bilan chiqarib bera olaman. $500, $800 olib Ha, kelsin. nomiga o'tkazib oladi bo'ldi. 300 dollar bilan chiqarib beraman. Javob. $200 sizlarga Skidga bo'lib ketdi akalar, 204 davlat raqamida 300 dollardan chiqarib beraman deb aytyapti. Nomiga o'tkazib olish kerak ekan akalar, nomiga o'tkazib olishga. Ichki holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Sizdan ko'rinishi. Barcha mashinalar ma'lumotlarini akamiz aytib o'tib ketyapti, qadrli vatandoshlar. Davlat raqamiga qarab kelaveradi. Ketmosi bor xolos. 4 oyga 3 oyga bitta pul berishga variant. bitta pul beradi. Bu gazeta ham bo'laveradigan. Bunisini bo'ladigan bo'lsa 3500 dollarga hisobimiz chiqaradi. Bunisi 2009, bunisini ham 2009-yil fons, bunisi ham 3,5 dollarga hisob chiqaradi. 10onisini bo'ladigan bo'lsa, ertaga kunga keladigan bo'lsa 1500 dollarga beraveraman ertaga kunga. Ma'qulini aytyapsiz. Ya ertaga naqd pulga oladigan bo'lsa 1500 ga beraveraman. 1500 dollar. Nexia bir so'rayotganlarga ertaga undan tashqari 3 ta Viber qo'shilib chiqadi akalar, 2500. Yana bitta mashinasi bo'lib 3 ta Nexia bir ertagalikka qo'yilyapti. Sariq holatlar bitta ko'rsatamiz. Davlat raqamlariga e'tibor beramiz akalar, ma'lumotlar berib o'tilyapti. Qora Nexia 2 Endi degan so'raganlar, ichki holatlari, arshga yonqisini ko'rsatib o'tyapmiz. Balonlari ham заводской diskalar turibdi akalar. 158 davlat raqamida. Nexialarimiz ko'p. Viberlar ko'p qiziqqanlarga. Ichki holatlari. Chol polik. $316 davlat raqami. Yana bitta qolamiz bor akalar. Bekar ekanmiz. Mana bittagaliga 1,5 mingga qo'yildi akalar. Hozirgi pasportda Gentra ko'rsataylikmi, Lacetti yo manaqasiga O'tkadan boshlaydi aka, Jilbillardan bo'lmasa bunisi Jilbil Adindan asr daraka senisi shunaqamidi? Ha, mana shuni eshitmoqchimidingiz uka? Mana shu o'zimizni hali birga ishlayotgan ukalar ham o'zlari ham muxlis o'zimizga deydi-yu. Like masib bo'ptimi? O'zimizgilar ham o'zimizga o'zlari muxlis. Ana shunga Jilbilda aytib bering aka, bitta eshitaylik deyishganiga Jilbil Adin Gangster daraka senisi. Ikkalasi ham xalqdan kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bunisi 2008-yil avtomat korobka, bunisi 2011-yil mexanika korobkasi. Puli nech bo'ladi endi bu? Ikkalasini ham endi bir xil qo'yib bering ikkalasini ham. ikkalasini ham ko'rgan bo'lsangiz 7,5 ming dollardan qo'yuvdim. Endi 7 ming dollardan dokument ichida qo'ydim. Dokumenti ichida 7 ming dollardan deyapti akalar. Dokumenti ham ichida. O'tkazib olaman desa o'tkazib berishi ham ichida. O'tkazib beradigan. Ko'rdingizmi, mana shu hozir 1000 dollar tepasi ichib ketdi mana shu holatda. Epga so'raganlar akalar, 670 davlat raqam. Ikkita qo'yildi akalar. Salom holatlar. Balonlari. Hasan Husayn ikkita qo'yildi akalar, 199 davlat raqami. Keyingisi navbatdagi epga holatlari. Bunisi avtomat korobka kelgan, qadrli vatandoshlar.
Mana buluklari ham bor ekan. 799 davlat raqami. Cobalt so'raganlarga ham akalar Cobalt ketdi. Ha, avtomati ham bor. Mana bunisi avtomat. Bunisi mexanikasi 2013-yil toza deb olindi. Ma'da petno chiqib qoldi. Xolos, akalar kimga qiziq oladigan bo'lsa, uni 7,5 ming dollarga kechagi bozor qo'yildi. Endi bugungi kunga bo'ladigan bo'lsa 7,000 dollarga hisob. Bu ham akalar mana 500 dollar orqasiga Kecha qo'yilgan. Kecha siz yo'q edingiz. 2 kun bo'lyapti xolos, 2 kunga. Kecha, ha. Endi dushanba kungacha yana aksiyasi bilan bombasi bilan ketyapti aka. Bunisini bo'ladigan bo'lsa 2019-20 kira 18-19 midi 2012. Necha yil bu? Ha, 19-20 kraskasi toza deyildi. Navorot pavorotlari bilan 2500 dollarga nomiga chiqaradi. 2500-2700 dollar bilan nomiga chiqaradi. Общий summasi oladigan bo'lsa 9,5 ming kam bor, yo'lni qilib beramiz. 190 davlat raqami. Ma'lumotlar berib o'tyapti. 536 davlat raqami akalar. 7000 dollarga deb aytildi. 500 dollar tushardi ukalar dedi. Sihol bo'linglar qilingan akalar. Ashqiyon qismlari. Mana holatlari tana yangi holatda turibdi. 7000 dollarga deb aytildi. Bunisini 2,5 ga chiqaradi akalar deya. 190 davlat raqamida. Ichki holatlarini ko'rsatib o'tamiz. Ashqiga optik qo'liklar qilingan. 190 davlat raqami. Qadrli vatandoshlar, davlat raqamlariga telefon qilsanglar ham so'raverasizlar, aytib o'tilar. Aka kelavering, qanisiz? Siz aytuvdingiz, hozir mana kechagisiga ulgurmay qoldingiz, kecha keluvdingiz. Cobaltga ham barter qila olaman degan, hani Rossiyaga qatnab jigarini ezadigan bo'lsa deydigan diyodingiz aka 2012-yildan olib kelib qo'ydik. Mana sizga aka hozir 2009 ga sotilgan pulga to'lab bera olamiz. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, puliga 11,000 dollar kami ham bor, yo'lni ham qilib beramiz. Dokumenti ichida ham. Xursandmisiz aka? Oldindan aytayapman sizga, imini To'lqinboy avtodan deb kelayotgan akaga, imini o'zingizga tegishli. Shuning uchun aka sirasi Captiva'ni ertaga qo'yapsizmi aka deganingiz uchun ertagalikka mana bugunlikka kecha olib qo'yganmiz, ertaga qo'yamiz deganimizga va'daga muvofiq kecha kelib ketuvdik aka. Shuni 2012-yil 162 ming yurgan probegi. Gaz, suv, svet hamma yo'q bor. Oqqortdagi desangiz, rostdan ham Moskvaga desangiz, shamolda bor, bo'ronda qaytadi. Holiy Moskva, holiy Toshkent deb turibdi. Bir avtobus beringlar. 90 davlat raqami. Xo'p, ichki holatlari. Captiva so'raganlarga aytalar. Ashqiyon qismlari. Orqadan ko'rdim hozir. Verishi ichida ekan-di, aka. Nomida o'ttiz berishingizda ekan deyapti akalar. Farg'ona viloyatiga bo'ladigan bo'lsa, o'tkazib berishi, haliginaqa generallik qilib berishi, manda emas, o'tkazib nomiga qira nomer qada berishi bilan 11,000 dollarga, ya'ni ozgina onaxon bilan keladigan bo'lsa, asal bonusi bor, qilib beraman. Onaxonga Ro'za Ramazon kungi zo'r anaqasi bonusi bor, orqa bagajga solib beramiz. Kraskasi yo'q, 2014-yilda ishlab chiqarilgan, hozir kraskasi yo'q. Bunisini 7,5 ming dollarga ozgina kam bor, yo'lni qilib beramiz. Ro'za Ramazon kunida bir to'la anaqa ketyapti, to'g'rimi? Hadiyasini dokumentini Taklif qilib bering, dokumenti. Boshqalar xolos dokumenti taklif bering. 052 davlat raqami. Akalar ma'lumotlariga e'tibor beringlar. Ma'lumotlardan ana shu davlat raqamidan telefon qilib so'raylaveradi. Malopishni svetda Cobalt so'raganlarga. Ichki holatlari chexol polik qilingan akalar. Mana holatlari ham tana holatda turib 052 davlat raqamida. Kecha 7,5 ming dollarga qo'ydim. Buni ham bugun 7,5 ming dollarga dokument ichida yoki ertaga o'sha dushanbaga kungacha shashilamiz akalar. 2 kunga qo'yilyapti xolos. 7,000 dollarga shashiladigan bo'lsanglar 7,000 dollarga beriladi. 7,000 dollar. 3-chi esa qiziqadi. 7000 dollar bo'lib ketdi akalar. 190 ming davlat raqami. Ichki holatlari. Ichki holatlari tana holatda chexol polik qilingan akalar. Balon holatlari. 491 7000 dollarga 2 kunga qo'yilyapti deb aytilyapti akalar. Shashilinglar ama. Narxlari ham go'zal holatda bo'lyapti. 379
Nimaga kapotni ochib ko'rsatmayapsizlar desangiz, 179. kapotlarni ochib ko'rsatyapmiz. Ko'rinishlari, 2000 holatlari. 19-yil 18 ga 19 yil 9 yili shunaqa kraskasi yo'q, toza. Libo odam ko'rib tekshirib turib olinadi. 2 kunga qo'yilyapti akalar. 9,5 mingga kecha ham qo'yilgan mashinamiz bugun kunga bo'ladigan bo'lsa, shu 2 kunlikka aytib deyilyapti akalar. U bir haftadan keyin kelib turib ham ash narx deyiladigan emas akalar, aytib deyilyapti. Narxni o'zimiz tushirib beryapmiz. U kelib 300 dollar o'tib bering, 500 dollar o'tib bering emas, sirasi 1000 dollar o'tib berilyapti akalar. 8,5 ming dollarga qo'yaveramiz aka. 8,5 ming dollarda videoda ko'rdim. shunaqa holatda akalar sirasini kelib 2 kunga qo'yiladi degan ko'rsatib qo'yiladi deyilmayapti davlat raqami bilan. Hali boshqalarga o'xshagan boshqa blogerlarga o'xshab yo boshqa hamkasblarga o'xshab hali har xil narsalar yopishtirib qo'yib turib, kesib boshqa narxlarni aytilib unaqa bo'lmayapti. Davlat raqami videoda kelganda bo'lyapti. yo'q, unaqasini xohlamaymiz. narx puli ham banki ham bir xildan. Ha. Sizlarni ham 179 davlat raqami. Oq Cobalt so'raganlar 2 kunga deb aytilyapti. Qadrli vatandoshlar, shashilib mashina minaman deganlar kelib ketilaveradigan akalar, monitorlari bilan turibdi akalar. Chexol polik, holatlari go'zal holatda. Balon holati ana orqadan ko'rinishi akalar. Akamiz ma'lumotlar berib o'tib ketyapti akalar, e'tibor beramiz faqat. 500 dollarga qo'yuvdik, bugun kunga bo'ladigan bo'lsa, bunisini bir kunga qo'yapmiz akalar. Bir kunlikka kami ham yo'q, dokumenti ham yo'q, aytib deyilyapti akalar 8000 dollarga bugunga, faqat bir kunga. Bir kunga 8000 Ertaga qo'yildi. kunga, xudo xolasa ertaga kunga jumami, juma kunga hadya qilib minib keta olsin 8000 dollarga. Kecha ham 9,5 ming dollarga. Ammo haliginaqa hech nimasiga o't bermaymiz, bonusi ham yo'q, boshqasi ham yo'q, qashqasi ham yo'q. Sirasi 8000 dollarga bo'ladigan bo'lsa, naqd pulga yoki bankka oladigan bo'lsa chiqaradi. Bankka necha pul bilan kelamiz? Bitta faqat. Shu 2,5 ming bilan bo'laveradi, ha. 2,5 ming bilan kesinglar ham bo'ladi. 8000 ga qo'yildi akalar. Bir kunga deyildi. 155 davlat raqamida. Bana holatlar. 19-yilda deb Shu aytadi. yerda o'z-o'zi baraka olib ketyapti, ko'ryapsizlar xaridorlar. Videoda orqasida turib. Ichki holatlar akalar. Chexol poliklari bor. Akalarimiz savdo ham qilyapti sirasi kelib. Shuning uchun video qo'yilyapti. Bir kunga deyilgan mahsulot skidga bo'lganda ulgurib olinglar akalar. Bunaqa akalarimiz. ikkalasini ham kecha 7,5 ming dollardan qo'yilgan, ikkalasi ham bugun kunga bo'ladigan bo'lsa, o'sha 2 kunga qo'yilyapti akalar. Bunlarning ham kami yo'q, bo'ladigan narxi. O'tib beradigan bonusi ham yo'q, aytib deyilyapti akalar. 7000 dollardan bismillah kimga qiziq oladigan bo'lsa, like bosing degan joyga. Like bosib, podpiska qilib qo'yamiz ko'proq video tarqalishi 2 kunga deyapti. 7000 dollardan kelar 0,25 davlat raqami. Mana holatlari. Ichki ko'rinishlari, salon qismlari. Orqadan ko'rinishi akalar 0,25. 7000 dan qo'yilgan akalar. 067 keyingi oq Cobaltimiz. Holatlari tarpedagi bilan qo'yilgan. Shu bo'li qilingan ekan. Mana holatlari tana. 067 bilan 0,25 davlat raqami akalar. Damas olamiz. Buni 3200 dollarga qo'yuvdik, hozirgi qatordan ko'ra qaynog'i deyilgan kimga qiziq bo'ladigan 2700 dollarga qo'yib yubordik. Olgan narximiz o'zi 2900 ga olgan ekanmiz, 2700 ga dedik, 2700 ga yana qaytarib qo'yamiz. 700 dollar deydi. Ha, 700 dollar bo'ladigan bo'lsa, qolgani bankdan chiqaradi. Qadrli vatandoshlar, 700 bo'lsa bankdan chiqaradi, 624 davlat raqamida. Mana shu damas so'raganlarga. Ichki holatlarni ko'rsatib o'tamiz. 2700 ga qo'yilyapti akalar. Orqadan ko'rinish. Labo so'raganlarga labo. Endi hali mashina pulishdan ham so'rab olinadi, kraskasi yo'q deb aytilyapti. 62 ming degan mashinamiz, yangi mashina, kraskasi yo'q, toza deyilyapti. Gaz, suv, svet hamma yo'q bor akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 7200 dollarga 2 kunga qo'yilyapti, kami yo'q. Haligina o'tkazib berib, bonus degan joy yo'q. 7200 dollarga bozordan ham qiziqib qo'ya olasizlar. Mashina purish ham ololmaydigan narxda aytilyapti. 82 60%. Laboga qiziqqanlar bo'lsa akalar, mana labolarimiz ham 2 kunga qo'yilyapti, ichki holatlari. Balonlari ham yaxshi holatda, orqadan ko'rinishi 982 davlat raqami akalar. Labo Damasda aytilgan ma'lumotlarni berib o'tyapmiz qadrli vatandoshlar.
telefon qilganda davlat raqamiga e'tibor berib, ma'lumotlar olaveradi. Ikkalasi ham 2020 toza klaskasi yo'q. Bunisini 7000 dollarga qo'ydi. Oxirgi narxi sabab olgan narximiz 7000 dollarga qo'yilyapti. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2020 yangi keldi akalar, yangi versiyamiz deydi-yu. Kecha 7500 ga qo'yildi, bugun 6500 ga qo'yaveramiz. Ha. 6500 dollar deb aytilyapti akalar. Ko'rsatib 10 tamas 2020-yilagi 306 davlat. Hali goskada qolgan deyilyapti, bemalol ko'rsatib olinadi. Ko'rsatib shu yerga kelib Damasga qiziqqan akalar, kalfalarning holatlari. Chexol polilar qilingan go'zal holatda turibdi aka. Ichidan ko'ramiz. Yaxshi. Baranglar ham yangi qo'yilgan ekan akalar. Damasga qiziqqanlar akalar so'rasizlar. Navbatdagisini ham ma'lumotlarni aytib o'tildi. Keyingi Damasimiz. Ikkalasini ham aytib o'tildi mana. Bozorda har doim shuncha olaman, bariga qilganlar oladiganlar olib ketyapti akalar. Lekin Qo'qondagilar mana shu Farg'ona viloyati deyman-da, Farg'ona viloyatiga yana qaytarib tegishli Honda Malibu qolib ketib qolmasa Andijonda. O'zingizlardan ko'ringlar, keyin rosa bo'lishyapman, men ham haligiga nima deydi? Baravar bo'lishganga bo'lishaman men. Buni olish uchun nima qilish? Mana o'zimiz Andijon shahardan bo'lsak, shahar kim Andijondan to'xtamasdan like bosayotganini ham haligiga kommentariy yozayotganini ham birma-bir aytib bera olmayman akalar. Chet eldan yozayotganlarni ham aytib bera olmayman. Sharxondan yozayotganini ham, Jalaquduqdan yozayotganini ham o'zimiz Andijon aytyapman. Sharxondan, Jalaquduqdan endi madaniyat qo'shilyapti, Paxtavoddan qo'shilyapti, Qo'rg'ontepadan qo'shilyapti. Akalar chet ellarda yurib yozilayotganlarda endi Andijonimiz ham sal-salmda uyg'ona olaylik, shunaqa bo'lyapti. Farg'ona haqiqatan brendda. Akalar yana qaytarib aytyapman, yo Andijonda qolsin, yo bo'lmasa olib ketadigan bo'lsangiz tezroq 100 mingga olib chiqib ashmali bu qarab turibdi. XLdan bo'lgan. Oqqortaga desa rostdan ham shamolda bor, bo'ronda qaytadigan uxlab qolishimga yo'q. Atrofdagilar sal uyg'onaveraylik. Paytodan yozyapti, Asakadan yozyapti, Asaka siylab bo'lib ketyapti. Mana sekin-sekin Namangan ham uyetidan betidan har xil viloyatlardan sekin-sekin Namangan ham sekin-sekin va qolgan viloyatdagilar, biz Samarqanddagilar bilan rosa ko'p Payaro degan joylardan kelib olib ketardi. Katta Qo'rg'on 8-mart, Chep shunaqa joylari bormi o'z Samarqandda? Shunaqa joylardan kelib olib ketyapti-yu. Nima to'xtab qolyapsizlar akalar? Yo Andijonda qolsin, yo Qo'qonda qolsin bo'lyapti. Farg'ona viloyatiga qolsin bo'lyapti Malibu. Bo'lmasa bosinglar 100 mingga tezroq chiqaringlar. Mana shu o'zi bir kunda 100 ming bo'ladigan, unani qo'ladigan bo'lsa boshqa tadbirchilar bir kunda qilyapti. Mana ro'za oyi chiqib qo'yildi. Ro'zichiga. Ro'za oyiga qo'yildi 100 ming bo'lsa, bir kunda bo'lyapti u 100 ming tadbirchi. Uxlab qolmaylik, dadadadan bu yoq boshqacha gap yo'q akalar. Qani bismillah. Bunisi 2008-yil ishlab chiqarilgan. 400 dollarlik maytxollar bilan shkol polilar bilan o'ta go'zal holatda. Bunisini 3300 dollarga o'zi olingan edi. 3300 dollarga qachondan beri keturuvdi, endi 3000 dollarga bera olamiz. 2000 dollarga. 306 davlat raqami 3000 dollarga berilaveradi deyapti. Yangi Bana holatlari yaxshi go'zal holatda akalar. Ichidan ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Holatlar, chexol polilar, smartfonlar 400 dollar deb aytilyapti akalar. Elektropodyomniklari bilan ekan akalar 300 davlat raqami 3000 dollarga qo'yildi. 2008, Naris 3800 dollarga. Bo'storiyaning mingga olingan o'zi ash qaymari. Keloringlar. Bunisi bo'ladigan bo'lsa start 5,5 ming dollarga qo'yilgan. Endi bugungi kunga bo'ladigan bo'lsa 4700 dollarga hisobimiz chiqaradi. 4700 dollarga akalar kami yo'q. Bo'ladiganini aytilyapti. Naqd pulga deyilayotganiga naqd pulga aytib ketilyapti. Bo'ladigan narxini aytib ketilyapti. Naqd pulga ayting, kreditmi? Yo'q, kredit emas akalar, naqd pulga savdo qilyapmiz. Anchadan men naqd pulda savdo qilyapmiz. Naqd pulga aytilyapti. Kredit deydigan bo'lsanglar, bozorga chiqadigan bo'lsanglar, bozorda unaqa narxga bo'lmaydi akalar. Sababi orqadan yuguraman 300 dollar qimmat, 500 dollar qimmat shunaqa deyiladi. Shuning uchun bizda hali naqd pulga aytilgan bilan kredit qilib berilaveradi naqd pulga. Naqd pulga 4700 mi? Misol uchun 1700 ni berib turib 3000 dollarni kredit qilishgan ham qilinaveradi. Tanadan yechilaveradi. Boshqa gap yo'q akalar. Osongina. Undan tashqari bozorga o'xshagan aynigan kuygan boshqa qashqa degan narsasi yo'q.
bonus yo'q, aytib deyilyapti. Naq pul aytilyapti. 4700 dollarga Naqd agar pul variant aytilyapti. deydiganlarga variantimiz bor, lekin akalar 50% pulini bersanglar 50%ni 6 oygacha qilib berilaveradi. Muammosi yo'q. Variant so'rayotganlarga eskidan variantimiz bor. Hali 6 oyda bitta berishga, 1 yilda bitta berishga unaqasi endi boshlanyapti. 6 oyda bitta berishga. Undan tashqari banklarda ham hoji aka siz eshitganingiz yo'q, yangilikda boshlayapti Xudo xolisi. Banklarda aralashtirmagan holatda 5% o'zimizdan variant kelishamiz. Shu yerda Buni bu yog'iga shunaqa hal qilinadi. Buni bu yog'iga Xudo xolisa shuni harakatini qilyapmiz. Buni shu obunachilar uchun bo'lyapti. ha? Buni ham Farg'ona brenddayu shuning uchun. Shuni Farg'ona deylar yozyapti bu narsalarga ham. Bunisi bo'ladigan bo'lsa toza kraskasi 19 ga 20, kraskasi 7500 dollarga berilaveradi. Bunisi bo'ladigan bo'lsa 2014-yilda ishlab chiqarilgan, bunisini 5000 dollarga 2000 dollar bo'lsa yo 1.5 1800 oladigan bo'lsa kredit qilib berilaveradi. Naqd pulga aytilyapti. Ikkalasini ham oladi. Uchalasini ham ma'lumotlarni berib o'tyapti akalar. 235 davlat raqamida banan holatlari. Go'zal holatda turibdi ichikda. Banan holatlari. Qo'l-po'lik qilingan shu qismlar. Orqadan ko'rinish akalar. Uchovsini ham narxi aytib o'tib ketildi akalar. Davlat raqami 271 ma'lumotlarni berib o'tyapmiz. Adashtirmasdan telefon qilganda so'raylasizlar. Salon holatlari. Balonlari ham yangi holatda turibdi. 3 ta spark qo'yildi. Narxlari aytib o'tib ketdi. 420 davlat raqamida. Holatlari. Salon monitorlari bilan chig'ul poliklar qilingan akalar. Telefon raqam qo'yib qo'yiladi akalar. Telefon qilib ma'lumotlarni so'rab olasizlar. Qaysi biri qiziq bo'lsa. Mashinalar ko'p akalar. Nexia deysizlarmi? Aveo, Cobalt, Captiva Ikkalasini ham hammasidan bor. qo'yaring, holi olti ham 2000 dollar. Bonisini asha 1200 dollarga qo'ydik. Yana shunday 1200 dollarga qo'yaveramiz. 1200 dollar beramiz. Hisob pila chiqadigan bo'lsa chiqarib beraveramiz. Okey. 2900 ga chiqaradi. Shu bor. 361 davlat raqami. Aka 1800 ga ham chiqarib yuboramiz. 1800 ga ham chiqib ketaveradigan akalar. 1800 ga chiqaryapti. Avtomat коробка. Ichkalar bilan akalar, salon holatlari. Avtomat коробка akalar. Narxi yili deydigan bo'lsanglar akalar, davlat raqamida 261 davlat raqami so'ralasizlar telefon qilib, navbatdagisi 650 davlat raqamida. Ichki holatlar. Mexanik ekan bu. Oldindan ko'rinish akalar. 1200 dollarga chiqib ketaveradi deyilyapti. 872 davlat raqami akalar. Kalpalar qo'yilgan. Ichki holatlarni ko'rsatib o'tamiz. Orqadan so'raganlar akalar. 19-yil ekan. Ha, 2000 dollar 1800 2000 ga chiqaradi ekan bunisi. Bunisi kecha 8800 ga qo'yildi. Jentramiz bunisini bugungi kunga 7800 dollarga qo'yib yuboramiz. 7800 dollar. 324 davlat raqamida. Navbatdagi Nexia 3. Ichki holatlari. Jentra qora so'rayotgan 870 davlat raqam. Ichki holatlari. Holatda turibdilar balonlar. 870 davlat raqamida. Lasetti so'raganlar uchun 2012-yilda ishlab chiqarilgan toza mashina deb olinib petno chiqib qoldi. Bu mashinamizni kecha 7,5 mingga qo'yilgan mashina edi. Petno chiqib qolganligini hisobiga akalar sirazi 6500 dollarga qo'yilyapti. 6500. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa 6500 dollarga endi dokumenti ham ichida qilib beramiz. 6500 ga dokumentlari ichida. 990 davlat raqamida. Ikkala o'tib akalar. Lasetti qiziqqanlarga mexanika ichki holatlari
2012-yil deb aytilyapti akalar. 993 davlat raqamida. Mana holatlari ham yangi akalar. Keyingi Lacetti'miz. Bunisi 1.6 avtomat korobka 2008-yilda ishlab chiqarilgan. O'tgan safar o'zingiz ko'rdingiz hoji aka. Yerda raketa shu Ha, edi. yerda raketa shu edi. Bilarkansiz, buni 5800 ga bir kunlik qo'yganim uchun kelishib 5700 berishimizni ham bermadim. Yolg'on gap yo'q. 5800 dollardan kam yo'ligi uchun o'zimiz u paytda 6,5 ming dollardan sirasi tushirdik. Shuncha 6,5 ming dollar kecha yana narxini ko'tarib 6200 ga olib chiqib qo'ydi. Bugun unaqa emas endi. Bugungi kunga bo'ladigan bo'lsa, o'tgan safargi eng oxirgini tushirgan narximdan ham narxini tushirib beraman. Endi 5,5 ming dollarga chiqaradi. 5700 dollarga nechta so'radi berganim yo'q. Hoji aka Koson soydanmikin shu hoji aka bor. Shu hoji aka ham o'z telefonini so'radi ham 5,5 ming dollarga hisob kitob chiqmayapti hoji aka. Chiqmaydigan edi, chiqmadi dedim. Endi mana bugungi kunga xudo xolasa hali ro'za Ramazon kunlariga hadyasi bilan ketyapti. 165 davlat raqami. Keyingi diskelarda turibdi akalar. Salom holatlar. Avtomat korobka akalar. Mana holatlar chexol polish qilingan. Orqadan ko'rinish akalar. Yili narxlari aytib o'tib ketilyapti akalar. Davlat raqamiga e'tibor berib telefon qilganlarni so'raverasizlar. Ma'lumotlar kerak bo'lsa. Ishlab chiqarilgan yumshoq to'rtta yangi balon qo'yib qo'yilgan. Malibu sidinalari bilan ballari ham Malibu, rullari ham Malibu. Qisqasi Navro'tda o'ziga ham, Navro'tda o'ziga 3000 dollar asot qilib qo'yilgan. Mashinamizni narxini 15,5 ming dollar deyapmiz. Kami bor. Kreditga bo'ladigan bo'lsa 4500 dollardan nomiga ham yo'q ichida chiqaradi. 715-80 Gentra qora, gentraga qiziqqan 715 davlat raqami. Metan gazlari ham bor ekan akalar. Mana holatlari yaxshi holatda, luklari ham bor ekan akalar. Narxlari ma'lumotlarni berib o'tyapti akamiz. Yotmay qo'ying. Malibu barlari bilan rul hamma yo'q, navrotlari bor ekan akalar. Malibu qutashgan ekan. Metan gazlari ham bor ekan akalar. 4,5 ming pul bo'lsa chiqib ketaveradi. Endi jil yentrani yengrog'ini. Ikkalasini ham 2016-yil toza, bunisi 2014-yil. Ikkalasini ham 8,5 ming dollardan qo'yildi. Endi ikkalasi ham 7,5 ming dollardan bo'ladi. Endi 7,5 ming dollardan ikkalasini ham ko'rsata oling. Agar sharoitini aytadigan bo'lsa, dokumentini bittasiga bonus qilib beraman. O'tkazdan bittasini qilib beramiz bu. Dokumentini aytib o'tildi. 462 oq gentra. Saka diskalarda turibdi akalar. Qiziqqanlar bo'lsa, mexanika ichki holatlari chexol polish qilingan ekan. 7,5 mingdan qo'yildi. 462 davlat raqamida 840. Mana holatlari. Xo'p, monitorlar, chexol polik hamma yo'q bor ekan akalar. Qadrli vatandoshlar, ma'lumotlar aytib o'tilyapti, e'tibor beramiz. Ikkovidan bittasini dokumentini ichida qilib beraman deb aytildi. 7,5 mingdan qo'yildi akalar. Mashinalarda variantlar ko'p ekan. Kim ko'rgan bo'lsa hamma xalq biladi. Siz o'zingiz ham muxlislaringiz ham, podpischilariz ham, klientlaringiz ham hamma kuzatib bor ekan mashina. Sababi buni ko'pchilik ichida 3500 dollarga oldim, 3600 dollarga qo'ydim. 100 dollar foydasi. Endi unaqa emas. Endi 3500 dollarga dokumentini ichida qilib beraman. Dokument 260 davlat raqamida. 3500 dollarga oldim, endi 3500 dollarga dokumentini ichida qilib beraman. 267 davlat raqami. Gaz, suv, svet hamma yo'g'i bor. Oqqortagi desa shamolda borib, bo'ronda qaytadi. Yuk qoraymi deydigan bo'lsa, rosa qiziqarlisi. Qadrli vatandoshlar, 3,5 mingga qo'yildi akalar. 267 sharqlari ham bor ekan akalar. Mashina go'zal holatda. Dokumenti ichida o'tib ketilyapti. Bitta balon hadovoy motor korobka o'zi ham olinganiga 3 yil bo'lgan ekan biz sotganimizga shu bo'yicha Rossiyaga ketib qarzlarni uzib ham yo'g'ini qilib o'rniga Cobalt nimadir almashtirib ketdi.
Endi ko'rgan bo'lsanglar hozir jentralarni ham tanishtirdim, narx-navolarni ham bildingiz hoji aka. Endi Honda mashinani yana qaytarib nomerlari bilan olib qo'yasizlar, Honda 155 ta. Eskiga qo'yganini yilini o'zinglar kim bilib qo'yinglar. Gentra 155 tatib etyapti. Akalar, Riverlar ko'p, mashinalar ko'p. Mana ikkinchi mana hoji aka Honda'nchi 3 kundan beri kechadan beri aytyapman. Har olgan narximizni deyapman. 2700 dollarga oldik, ashi Damas'da 2700 dollarga qo'yib yubordik, hozir ko'rgan bo'lsanglar akalar. Foydasiz berib yuboraman deyapman. Endi uni foydasi ham o'lib kelsin, hali ertaga hadya erim adashmasam 40 u. Ha, 40. Akalar, ertaga kunga juma kunga xudo xolisi juma kunlikka faqat bir kunlikka hadya ehson shunaqa holatda ketadi. Hojotalar duoda qilib bersangiz bo'ldi, kelib 2400 dollarga berib yuboradi ashkari. Endi 300 dollar ziyoniga u addushi ehson. Ha, zo'r kunga kimga bersak ham xudo xolisi joyiga berayotgan bo'lamiz. Hali millioner odam kelib Damas olmaydi. Uni aniq bilamiz. To'g'rimi? Uni aniq bilamiz. Shuning uchun foydalansin. Buni ko'rgan bo'lsanglar akalar, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa tezlashamiz akalar. Narx-navolarni ko'rdinglar, 14-15 pulni ham emas. 8000 dollarga qo'yib yubordim. 9,5 million narsani 2019-yilda ishlab chiqarilgan. Agar bankka deydigan bo'lsanglar akalar, 1500 dollar, 1600, 1700 dollardan chiqaversa kerak. Agar nomer, pasport ichida kapital bank bo'ladigan bo'lsa, shunaqa holatda ham chiqarib yuborishga sharoitimiz bor. Hisob-kitobi chiqadigan bo'lsa, o'zi asli unaqaga yo'q, naqd pulga 8000 ga qo'yildi. Endi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shuni qilsa ham bo'laveradi demoqchiman. Bo'ldi akalar. Narxlar ko'rdingiz. Qiziq bo'lsa akalar, aytib o'tilyapti. Kunga bir kunlikka chiroyli gaplashaveradigan bir kunlikka qo'yildi, juma kunlikka ehsonga shunaqa bo'ldi. O Damazlar ham shunaqa, Lacetti'lar ham shunaqa holatda bo'ldi. Narxlarni o'ta tushirib yubordik. Manoni baribir olib ketmasanglar bo'lmaydi yo bo'lmasa o'zimiz olib qolamiz. Uchun berasiz buni 100 mingta obunachi bo'lsa, To'lqinachi o'zi To'lqinboy avtoga 100 ming obunachi bo'lib, 100-chiman men kelsa, shunday berib yuboradi. 100 ming obunachi bo'ladigan bo'lsa, 100 ming bosilishiga xudo xolasa o'sha odamga ko'pchilik ichida mana deb kulchi deb bismillah deb yaxshi kunga ota-onalaringiz xizmatini qilib yursinlar. Qadarki tezlashaylik ekan. Nima biz ham harakat qilyapmiz, sizlar ham sal tatadan qilish beringlar-da, bir tomondan bo'lmaydi-yu. Bir tomondan bo'lsa mana hech nima ovoz ham eshitilmaydi. Ikki tomondan chiqadi qarshi. To'g'rimi hoji aka? To'g'ri. Haddicha qilib turasizlar akalar, qo'ldan kelgancha. Mashina olmasangiz ham niyat to'g'ri. Niyat qilib yig'ib yuring, kuniga 10 ming so'm tashlab qo'ysangiz, niyat qilsangiz to'g'ridan olmang. Alloh bersa boshqa joydan bo'lsa, to'g'ri, olavering. Boshqa xizmatni to'g'ri. Asosan shu kerak. Endi telefon raqamlarini aytib o'tib ketamiz. 90 525 45 45, 93 160 99 99, 90 769 45 45, 90 772 55 11 raqamlariga murojaat qilinadi. 3D xizmatlarimiz Jiguli 06, 07, qanaqadir Tiko, Matiz, Damas 1, 2, Damas, Nexia 1, 2 shunaqa mashinalar bo'ladigan bo'lsa, bartir 3D xizmatlarimiz bor. Mol qo'yiladigan bo'lsa ham bemalol o'ylanadigan joylar yo'q. Kaptardonlarni hali anjaniski toza oq-po'g'dan bo'ladigan bo'lsa, kaptarlarni. Shunaqasiga bartirlarimiz ham bor. Bemalol rostdan aytilyapti, yolg'on gaplar yo'q. Bizda kelib bitta telefonni puliga ham bemalol nolga ham harakatini qilib qo'ydik mana hoji aka. Shu degan joyga akalar mana hoji ukam aytdi deb turib kelaverasizlar. Shu qora bilan bitta mana ikkita oq Nexia bor mana. Shuni nolga chiqarib beradilar. Yoningizda 300 dollar aka qarang. Telefon qiladi, yoki oldingizga keladi. Shu yer Yangijonga, Kiyoslarda manzilimiz Toshkent istangasida. Hoji ukam aytdi, sherigingiz bloger desa 300 dollar, 400 dollar olib kelsin. Yo'q, uni ham menga bermasa, o'ziga dokumentiga rasxod qiladi. Shuni aytayapman-da, shuna deb kelganga shunda chiqarib bering. Sirazi. Ro'zi uchun aka. Hech qanaqa muammosi yo'q. Bismillah deb sirazi chiqarib beraman. Mashina bilan tugaydigan aka-ukalar uchun sirazi, to'g'rimi? Meni ham niyatim hamma mashinangizdan. Ha, albatta. Akalar, like bosishga to'xtatmay turasizlar. Kelganim portlatib beringlar, akalar, qisqasi portlatib beringlar. Shuni u yerda bu yerda ko'rsatilyapti, gapirilyapti. Shuning uchun akalar nolda harakatiga bekargalikni emas, sekin. Mana sizlar qancha bo'lishib, qancha 100 ta, 200 ta, 300 ta odam qo'shilgan sari, 500 ta odam qo'shilgan sari shunga harakat bo'lyapti. So'rayapti. Qanaqa nima deydi? Labo so'radi, Labo olib keldi. Captiva so'radi, Captiva olib keldi. Malibu'da aytdim, Malibu olib keldi. Nima kerak bo'ladigan bo'lsa akalar, yozinglar, kommentariyani bong millat tashlaylar. Cobalt so'rayotganlar, Cobalt mana
Olgan Azapini beraylik deyotgan aka-ukalarga nimani kerak bo'ladigan bo'lsa, Nexus, Gentra, qanaqa mashina. Malibu, Captiva'ni ham ko'rayotgan bo'lsanglar, 11 ming dollarga dokumentlar ichida, hamma yo'q ichida qilib berilyapti. Nomiga o'tkazib berishi bilan. Undan tashqari bonusi ham bor deyilyapti, orqaga katta bagajga solib qo'yiladi. bitta oldingi Aka, uni 2014-yil Damas'ni oluvdim aka. 800 dollar chiqarib beraveradi deb qo'yib, ashuna oxirida nima qo'ydi? Mana Damas'ning orqasida turibdi. Ko'ringlar. 2014 hozir oldik dehqon. Like podpiska bosib qo'yamiz akalar. Variantlar ko'p mashtalar. Akamiz skidka qilyapti 2 kunga, shashilinglar akalar. Damasimiz ham bor ekan, Damasga so'rayotganlar bo'lsa akalar. Damas so'raganlarga Damas ko'rsatamiz hozir. Mana baraka olib egasi narsalarni olyapti. Reportaj akalar, bilmayman, mana o'zi egasi narsalarni olyapti. 800 dollarga chiqaradigan 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 800 dollarga. Gaz suv svetlari bormi buni? Hamma yo'q bor ekan, gaz suv svetlari. Olgan ko'ringiz akalar. 800 dollarga chiqib ketalyapti akalar Damasga. Qiziqqanlar 380 davlat raqamida ichki holatlarini ko'rsatib beramiz akalar. Bering bu. Sog'lik bo'lgan akalarimiz. Egasi ham endi narsalarni yig'ishtirib olyapti. Damasga qiziqqanlar bo'lsa akalar, so'rasizlar. To'g'ri aka bitta manzillar tushuntirib qo'yaylik. Manzilimiz mana Andijonda O'zbekiston ko'chani kioskasini Toshkentdan yetkazamiz. Bu tomonimiz Toshkentdan ekan, o'nda narigi Ha, Toshkentdan ekan. Toshkentdan ekan, bizniki alohida o'zimizga Qayerdan kiriladi akalar? Bozorimizdan alohida. Xalq uchun mana shunaqa harakatlar boshlaydi akalar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa to'xtatish yo'q endi, like podpiskalarda akalar. Hammamiz birgamiz endi, bitta joydamiz endi. Boshqacha gap yo'q. Ham jihatli, ham anaqada deydimi, birlikda bo'ladi deydimi, shunaqadamiz endi. Hammamiz akalar sizlarni kelishinglarni intizorlik bilan kutyapmiz, qo'limiz ko'ksimizda xizmatdamiz. Hammaga omad, Farg'ona viloyatidagilarga omad, sog' bo'linglar.